akalar, Vatan Stars to'liq qo'yishni o'rgataman. Hop, Mitsubishi Pajero mashinasiga qo'yganmiz. Hop, mana bu bizning ishimiz bu. Endi bunga doполнительный hozir polniy mashina o'tiydi, hammasini ishlatib qo'yib beramiz. Videoni ko'rib tursangiz, polniy videosini chiqaramiz. Birinchi bo'lib simlarni montaj qilib olamiz. Ikkita blok chiqadi. Bu silovoy blok, buni assembly bloki ham bor, u kichik bo'ladi. Hop, silovoyni hozir montaj qilamiz. Katalizani topib chiqnurdi. Ne bo'lish kerak? Mana deng. Çok silovoylarni urib olamiz. Mana bu g'anatil bor taraf постоянно pilusga ulanadi. Zamoktiga. To'rttalasini pilusga ulaymiz. Hop, elementimizda pilussimi? Mana hamsin bo'lar ekan. Mana pultga ham ulangan, elementga ham kirib ketgan mana. Kirdi. Samarizda qayerda? Qo'lga bergan samarizda, to'g'rimi? To'rttalasini bitta qilib, mana shuni ulaymiz. Hop, glavniy piluslarni ulab oldi. Endi magnitofon положениyadan ulaymiz. Oqsimimiz magnitofon положения. Hop, mana bu magnitofon положения bo'lishi kerak. Buni tekshirish uchun mana elementni chiqarib olaylik. Tekshirish lozim. Besu magnitofon olmuş gerek. Anlamadıyız. Может, ключ вытащить? Ya bu farklı. Anlam. Böyle ben aşmayı tüm palacığını yondu. Bunga oqsimni berasan. Keyingi simimiz starter simi. Hop. Starter saru. Endi bunga saru rula uramiz. Starter rula bo'ldi, magnitofon rula bo'ldi, endi pechkani ulaymiz. Hop, pechkamiz mana shu pechka ishladi. Bu pechkaniki. Hop, endi buni ulaymiz. Oqsimga. Pechkani ulab bo'ldi, endi zajigani ulaymiz. Zajigani xo'sh. Mana hamsi. Zajigamiz yondi. Buni zajiganiga ulaymiz endi. Mana shu simli ulasi. Bo'ldi, shu anda silovoy ulab bo'lamiz. Kelgan bu yoqdan дополнительный simlarni ulaymiz. Xudo xolisa bo'ldi shu bilan. Simlarni izolentalar hammasini joy-joyiga qotirib qo'ydi. Shakllarni tiqib, endi bu tik simlarni tushuntirib o'taman. Постоянно pilusi bor, qizil sim. Постоянный minus bor, qora sim. Hop. Bunimizni moy chiroq, akkumulyator chiroq, benzin nasosga ulanadi.
info simimiz. Hop, jigarli mexanika mashinalarda skorost datchigi uloriladi. Skorost xalastoy turganda minus kelganda, mashinaga minus kelsa zavod qilib beradi mashinani. Hop, buni bu avtomatik korobka bo'lgani uchun minusga qo'shib ulaveramiz har doim. Avtomatik korobkalarda buni minusga qo'shib olasizlar. Ikkalasini bitta minusga beraverasizlar. Hop, akkumulyator chirog'ini yetdim, minus yetdim. Hop, keyingisi bu blokirovkamiz. Bunga minus bersanglar, start stopinglar o'chadi. Hop, buni mejigardi simimizdagi ulaymiz ko'k simiga. Bunga qo'shib fioletini ulavorsa, o'shanda mashinani ochganda, tormozni bosganda mashinani o'ziga o'tib ketadi, start stop o'chib qoladi. Hozir tushuntirib o'taman. Hop, mana bu yashil simimiz tormozga ulanadi. Tormozni gushga bosganingizda plyus chiqadi, o'shanga ulanadi. Hop, simlarni palatkalar oldi. Endi mana bu ikkitani minusga qo'yamiz. Hop, minus uladi u, mana ikkita sim bor. Plus ulaymiz postoyanniga. Hop, bizada bu yoqda ikkita dona sim qoldi. Bittasi moychiroq, bittasi pultdan chiqayotgan ingichka simlarning ko'k sim. Moychiroqni uladi. Bu akkumulyator chirog'i ulangan ekan. Hop, ulab qo'ydi. Endi ko'k sim ulaymiz. Shu joyda bitta narsani aytib ketaman. Kimlardir bilishi mumkin, kimdirlar hali bilmaydi bu narsani. Hop, ko'k simni promoy bitta o'zini ulasanglar, prosta blokirovka qiladi. Mana sim bilan birga qo'shib ulasanglar, mashinadan pultdan zavod qilsanglar, misol uchun 10 minut o'tishdan oldin voqlik ochib qolsanglar, misol uchun shuni ochib bitta tormozni bosasizlar bo'ldi. Start stop o'tib oladi, zavod yashi, mashina o'chib qolmaydi. Mana shuni har doim qo'shib ulaveringlar, vatan start stop bo'layotgan. Hop, bu simlarni ham ulab bo'ldi. Bitta tormozimizdan ligushkasini ulab olsa, startimiz ishladi. Endi hozir bitta tormozni ulaymiz, xudo xohlasa zavod qilib tekshiramiz. Hop, tormoz ligushkamizdan simini ulab oldi, yashil simni. Chiqishini bo'ldi, xudo xohlasa polniy montajini qilib bo'ldi, ulab bo'ldi simlarni hammasini endi tekshiramiz. Ushlab tur. Mashina zavod bo'ldi. Starter qo'shishlarni ham ko'rasizlar. Ortiqcha qo'shishlar yo'q. Polniy mana. Hamma narsasi ishladi. Xudo xohlasa sizlar ham shunaqa qilib ulasanglar, bezatkaz, cho'tki ishlaydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.